Har bitta yaqinlarimizga eng kamida xuddi shunaqa kvartiralar olish nasib qilsin. Ko'rishdan oldin videoga bitta like bosib qo'yib, endi bu yog'iga uyimizni bitta tomosha qilib olsangiz bo'ladi. 3-qavatda joylashgan 4 xona, 5 xona desangiz ham bo'ladi. Birinchi sizga oshxonasidan ko'rsatish boshlasam, oshxona studiya formatda qilingan, kattagina choy ichib o'tiradigan joy ham qilib qo'yilgan. Keyin qancha qudandalaringiz bo'lsa, bemalol bu mehmonxonamizga sig'ishadi. Keyingi xona yotoqxona, undan keyin bolalar xonasi, eng oxirgi xonamiz ham kattalar yotoqxonasi. O'zini sanusul, garderob, balkonlariga ega. 3 ta sanusul, 3 ta balkon, 192 kvadrat metr, mebel, texnika, gilam, pardalarni eng yaxshilarini o'rnatgan ekanlar. Menga ham nasib qilsin deb kommentariyaga yozib qo'ying. Allohga oson beraman desa hech gap emas. Manzilga keladigan bo'lsa, Yashnobod tumani, Maxtumquli ko'chasida joylashgan. 385 ming so'rayaptilar. Yana kelib bemalol savdolashib, xarid qilsangiz bo'ladi.